Ko'p gapirma, olyapsan a? Keyingi xonadon keldi, uyatli xonadon. Bardayda ol, bardayda ol, bardayda ol. Bardak emas, men ishim shunaqa raisni ustaman-ku. Pokiza chiroyli ishlasang bo'ladi-yu. Yo, endi ish jarayonida bo'lib Boshqa ish qil. Nima ish qilay? Polyot bo'l, samolyotda uch. Stewardess ol, tushundingmi? O'qish kerak. Unga o'qimaganman. O'qimagan, yoz, o'qimabdi. O'qimagan deb yoz. Yoz. Kirdi, ham o'zi ham cho'milmagan deb yozib qo'y. Yo'q, rasmi cho'milganman. Tovuqlar xorizor bo'lyapti agarotda. Yo'q, xor emas, dam olyapti, salqinda turishibdi-da. Ey, 43 gradus. Basseynga borib kalla tashlab tirsang bo'lmaydimi? Meni tovuqlarim dachida dam olyapti. O'rgan, o'rnay ol mendan. Bular kataga ham yo'qdir. Yo, bor, kattaga bor. Kataga bor, lekin tovuqlar issida palax to'ppab deb yozib qo'y. Mana kattaga qilib qo'yganman rasmi. Ahvolni qara. Tovuqlar chichyapti. Tovuqlar chichib yorgan deb yoz. Yoz. Rasmi tovuqu o'zi shuni katta-ikkasidan qiladi-yu bular. Nima? Bu burchakka qilib qo'ysang bo'lmaydimi? Ha bitta chiroyli qilib unitasi qilib qo'ysang bo'lmaydi. Dush qilib qo'y, ventilyator 4 ta kanisani o'rnatib qo'ysang bo'lmaydimi? Tovuqqa, ha? Ey, mana meni tovuqlarim. Hammasiga 3 xonada uyqu berganman. O'rgan, o'rnay ol. Yur biznikiga bo'lsa bor, ko'rasan ko'zing bilan. Yur, men qol. Men odam ovqatlanadimi? Ha? Odam ovqatlanadimi men aytdim. Ustalarim, ishchilarim ovqatlanadi. Ustalaring mana shu joyda ovqatlanadimi? Meni ustalarim sushi yeydi. Hammasiga sushi 20 ta xuddi 16 torus qo'yib berganman oldiga. Men aytdim ovqatlan bo'lmaydi. Meni qarama maytlar. Yur, o'chavosh yoz. Ustalarga umuman sharoit yo'q. Ustalar tovonni g'ajib yeyapti deb qo'y. Yoz. Ke. Rasmi. Nima mana? Nima mana o'choqlar? Yo, endi shu yerda ovqat qilaman-da. Ovqatni mana shu yerda qilasanmi? Ha? Ovqatni mana shu yerda qilasanmi? Soatim 500 dollargaman. Mana shu yerda qilsang agar sen o'zing yeysanmi? Ichini ol, hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Yo, tugadi-da, endi obed qilib bo'ldik-da. Tugamash kerak. Tugamash kerak. Uzilmas bo'lish kerak. Nima ovqat qilasan? Makron qilaman. Uyat. Choyxonada oshlar qilib bersang bo'lmaydimi, ha? Sinfdoshlarni chaqirib, ustalarni mashlarga qo'shib qo'ysang bo'lmaydimi? Yoz. Ustalar vaqt qiynalib ketibdi deb yozib qo'y. Endi sharoitim Uyattirma men. Meni uyattirma. Och. Nima bor? idishlar endi idish turadi-da, shunaqa qilib. Ha, idish turadimi uning ichida? Ha? Xaladenligingdan ham ishtima yo'qdir, ha? Yo'q, xaladenligim. Yo'q, xaladenligim. Xaladenligi yo'q ekan buni. Yo'q. Bu quyoshda hamma yo'qda achitib beribdi bu. Menga qara. Bizning uyimizga bor. Xaladenlikni och. Sushi bor. Ha? Sho'rvalar bor. Qozon kaboblar bor. Eng alam qilib tugaveradigan kalbasalar isrof bo'lib ketyapti. Bor biz uyga bor. Men qani rasmi? Siz men ustuna kulgani keldingizmi? O'zingizni maqtagani keldingizmi bu yerga? Voy. Sen hali meni gelikim bilmabsan, tugarding.